Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, obunachilar, tomoshabinlar. Hozir ko'rib turganingiz Avangard kir mashinasi. Buni motori kuygan ekan. Motorini yangisiga almashtirib qo'ydik. Shu tomoni siqadigan tomonini motorini kuyibdi. Shuni tuzatib qayta joylashtiryapmiz. Knopkalarni joylashtirib joylariga qo'yib oldik. Hozir sinab ko'ramiz. Motor ishlashi. Mana bu yerda to'g'rimiz ligrovkasi bor. Mana taraflar xonasidan ligrovka qilib qo'yiladi. Mana bundan tortiladi. Arqoni bor, shuni ligrovkasi qo'yiladi. Mana hozir eshigini ochganimda mana tormoz qismi yopiladi. Yopganimda ochadi. Ligrovkasi mana 4-tishiga kirgizdik. 3-da turganida 4-tishiga kirgizib qo'ydik. Mana shunday zapchastlari. Mana bu yerini ko'rdik, toza turibdi. Lekin qayta bosdik. To'lib ketgan va tozalab qo'yiladi. Demak, mana klaplar ham tozalab qo'yiladi. Nima yo'g'i joyida. Lekin qarab almashtirib qo'ysak bo'laveradi. Slif joyida, motorlar joyida. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Hammasi joyida.